kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, yana eslatib o'taman. Sizni oilaviy poliklinikangizda 66 turdagi dori-darmonlar bepul. Ko'pchiligingiz quvonchli hatto sistema, shpris, spirt, paxtacha yozib beradi deb turibsizlar. Agar qaysi hududda shunday holatlar bo'lib turgan bo'lsa, menga shu manzilni, shu poliklinikani adresini to'liq telefonimga bog'lanib, shu yerdan asosli video yoki murojaatingizni yo'llashingiz mumkin. Yana eslatib o'taman. Oilaviy poliklinikalarda Prezidentimizning qarori bilan tasdiqlangan bu. Oilaviy poliklinikalarda 66 turdagi dori-darmonlar bepul. Siz borasiz, size qo'lingizga dori-darmon yozib bersa, uning ichida shpris yozilgan bo'lsa, sistema yozilgan bo'lsa, spirt yozilgan bo'lsa, boshda o'zingizni haq-huquqingizni biling. O'sha yozib bergan retsept kağıdını o'zina bering va belgilating qaysi dori-darmonlar sizda mavjud. 66 turdagi dori-darmoningizni qaysisi bor degan savolni beringlar, hurmatli kuzatuvchilar. Agar sizda hech qanday javob bermasa, yana shunday holatda shunday retseptlarni yozsalar, meni o'zimning nomerim ishlab turibdi, menga murojaat qilinglar. Men qonuniy tartibda bu jarayonda bo'lib turgan shu poliklinikadagi xatti-harakatni prokuraturaga yo'naltiraman. Shpris, sistema, paxta va boshqa hattoki parastamol tabletka ham yozib berib turibdi deb tursalar, yo'q, hamma narsa shu o'rnida bor. Bu bepul. Tushuntirib bildimmi?